uyga naves qilish 4 ta foydali tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Hozirda plitkalar chayin bosib loy bo'lib ketadi. Undan tashqari mana devorlarimiz to'kilib ketyapti. Buni yechimi topildi. Lexan naveslar qilib berishyapti ekan usta akalarimiz. Hop to'liq ma'lumotni usta akalarimiz olamiz. Assalomu alaykum. Aka charchamaysiz aka. Buni qana afzalliklari bor, qana materiallar qilinadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi navesimizni Namangan viloyati Chortoq tumaniga olib kelib o'rnatganmiz. Bu haqida obunachilarimizga qisqacha ma'lumotini berish niyat qildik. Navesimizni qilishimizdan maqsad shu qorli kunlarda hovliga qor tushmasligi, ota-onamiz, bolalarimiz, farzandlarimiz yiqilmasligini oldini olish maqsadida birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda yozgi kunida quyoshdan saqlaydi. Tagiga xohlasangiz mashinangizni, xohlasangiz so'rida o'tirsa bo'ladi. Bemalol ota-onangiz bilan o'tirishingiz mumkin. Xo'p, buni materiallariga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 6x6 qatorli bo'lgan, bu 7 stenadan foydalanganmiz aka. To'sinlarimizga keladigan bo'lsak 4x4, xorlarimizga keladigan bo'lsak 6x4 dan foydalanganmiz. Oraliq masofalari, xorlar, to'sinlarimizni 1.10, 1.15 dan tushavergan aka. Tepasiga Qozog'istonda o'sha 15 yillik garantiya Almata firmasidan Lexan qatirib berganmiz, 15 yil garantiyasi bor. Xohlasa buni shumkali variantda ham qilib beriladi. Buni aka shumkali variantlarimiz bor. O'sha naveslarimiz narxlari 270 ming so'mdan 750 ming so'mgacha. 750 ming so'mgacha. Aloqaga chiqsa ishlarimiz tashlab beramiz. Qanday materiallarda bo'ladi, narxi qanaqa, shumkali variantda bo'lsa nimalar ishlatiladi, ma'lumotlarni beramiz. Aka bu 250 mingdan 750 mingning ichiga nima-nimalar kiradi aka? Shu kelishilgan narx ichida Toshkent vodiy bo'ylab dastavka ustanovka. Biz uyda egasidan hech narsa talab qilmaymiz. Faqat endi hozir Ramazon oyida faqat obed qilib bersa bo'ldi aka. Endi hozir ro'za sabab kech payt iftorlik qilamiz, ertalab saharlik qilamiz. Saharlik boshqa payt ro'zador bo'lamiz. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatiladi aka. Toshkent vodiy bo'ylab aka shu navesimiz narxi 500 ming so'mdan chiqaveradi. Voha tomonlarga 100 kvadratdan katta joylarga shu 500 ming amal qiladi. Agar 50-60 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, narxi jinday qo'shiladi. Nimagaki masofa uzoq, bordi, keldi, yuk mashinamizning hisobiga 50 ming qo'shilib qoladi. 50 ming. Bu nechiga joyimizga qilib berilgan aka? Bu aka 14 metrga 7 metr joyimiz 98 kvadrat. Lexanli variantda, lazerli variantda, eng full variantda bo'lgan kvadrat 500 ming so'mdan 49 million so'mga dastavka ustanovka qilib berganmiz. Dastavka ustanovka 49 million so'mga bo'lgan aka. To'ppa-to'g'ri. Undan tashqari aka, menga arzon variantda, menga chiroyli variantda qilib bering deganlar, qana variantlarimiz bor? Variantlarimiz endi shu firmalarimizni oddiy qilib turib, tepasini turnikani o'zi bilan qoplab qo'ysak ham bo'laveradi aka. Hammasi bitta vazifani bajaradi. Lekin menga zamonaviy, sifatli bo'lsin desa, shu lazerdan foydalanamiz. Ishlatilgan materiallarga qarab narxini chiqarib beramiz. Lazerli bo'lganda bunaqa chiroyli fasonda bo'ladi, lazerli. Undan tashqari aka, yana qana shumkalikdan tashqari, yana oddiy sifatda qilib bering desa, oddiy anaqalarni qilib beriladi. To'g'ri. Aloqaga chiqsa ishlarimiz bor, 50 ta 100 ta qilib tashlab beramiz, vibrlarni. Qaysi ma'qul kelsa joylarini o'lchab, qaysi variantda tushadi, qayerga qanday stoyka qo'yish kerak, qaysi tomonda, qaysi ko'rinishda bo'ladi, hammasini chizib temir sohasida aka, misol lesnitsaga qilib bering deysa, qolgan narsalar bo'lsa, temir sohada hamma sohada qilib beraverasiz. Xudoga shukr, temir sohada o'sha perela, zina, kachela, temir darvoza aka, nimaiki bo'lsa qilamiz aka. Pastda nomerlarga aloqaga chiqinglar. Mana shu usta akamiz o'zlari borib o'lchaylar, o'zlari aloqaga chiqadilar. Kimga shunaqa naveslarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, sizga ham rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar.